Assalomu alaykum. Bizning ilovamizda boshlang'ich skrin tizimga kirish, ya'ni login qismi bo'ladi. Bizda agar akkaunt mavjud bo'lsa, login qilib kiriladi. Agar mavjud bo'lmasa, ro'yxatdan o'tib kirishligi mumkin. Ro'yxatdan o'tishda yuzerdan telefon raqami, parol va parolni tasdiqlashni, tug'ilgan yili va sanasini so'raydi va jinsini. Bizda ommaviy shartlar mavjud. User o'qib chiqib imzosini qo'ygach, bizda tugma aktiv bo'ladi va userning akkaunti yaratiladi. Xo'p, menda login mavjud. 93. Keyin login qilgach, userdan o'zining lokalniy pin kodini yaratishni so'raydi. Men bu yerga 4 ta 0 o'rnatib qo'yaman. Hozir bizni lokatsiyadan ruxsat so'rashga o'tib menda simulyator bo'lganligi sababli lokatsiyaga ruxsat bera olmayman. Agar lokatsiyaga ruxsat bersak, bizga radius bo'yicha filtrlab userlarni taqdim etishi mumkin. Hop, boshlang'ich skrinimiz bizda home screen bo'ladi. Home screenda userlar listi turadi. Userlar listini ustiga bosganimizda userning ma'lumotlari to'liq holda chiqib keladi. Agar sizga user rasmini ko'rsatishga ruxsat bergan bo'lsa, bu qismidan rasmi ham paydo bo'ladi. Xo'p, ikkinchi navbatda biz userlarni filtrlashimiz mumkin. Yoshi, bo'yi, vazni, qancha masofadaligi bizdan, sog'lig'i, keyin tug'ilgan joylari, ta'lim, bir qancha filtrlarimiz mavjud. Keyingi qismda bizda yoqtirganlar sahifasi mavjud. Bu yerda user like bosgan mijozlar ko'rinib turadi. Like bosgan userlarni ustiga bosganimizda bizda user detail screenga o'tadi. Va bizda chat page mavjud. Chatda birinchi kirgan mijozlarimizga shunday ogohlantirish messeji chiqadi va bizga qaytarib like bosganlarda chat ochiladi. Chat ochilganda bizga notification keladi va bu yerda chatda bir-biri bilan yozish imkoniyati mavjud. Yana bir-biriga yoqmasa chatni tugatish, bloklash, ya'ni arz qilish bo'limlari ham mavjud. Keyingi qism profil qismiga o'tsak, profilda userning rasmi, o'zining ma'lumotlari, rasmini upload qilish va profilni edit qilish. Agar profil yaratilmagan bo'lsa, profilni yaratish mavjud bo'ladi. Va bizda ilovamizda 3 ta til mavjud.